hurmatli maktabgacha ta'lim muassasasi mas'ullari, mana bu 14-bog'cha Kavlan ichida 168 ta bola ro'yxatda turadi. Bugun 151 nafar bolaga pishirilayotgan birinchi ovqat. Oti nima uni? Ikkinchi ovqat. Oti nima? Makaron kabob. Makaron kabobning ichida mana Kavlan. İçidagi barcha go'shtlar olindi, olib taroziga tortilsa, mana zavechisi, mana Namisob hamshirasi 300 gram go'sht chiqdi. Mana shu ko'rayotganlari sterilkada 300 gram go'sht ikkinchi ovqatga bolalarimizga 300 gram go'sht so'rangan. Mana qahramonlarimiz. Yolg'on gapirmayapmanmi, to'g'rimiz? Boshqa go'sht yo'qmi ichida? 300 gram chiqdimi o'lchaganimiz? Rahmat bolalarimizni shuncha yaratib bergan sharoitlaringiz uchun zavechisiga rahmat, hamshiramizga rahmat, mana to'g'rimizga rahmat.